Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizni kuzatuvchi hurmatli obunachilar, mana bitta Namangan shahriga kalakunchigimizni olib berdik. Xudo xolasa tushirish jarayonidamiz. Domlar xudo xolasa jadallik bilan qurilyapti. Mana xudo xolasa yuklash tushirish jarayonida. Kimga shunaqa sifatli kalakunchik, bitana misharka, lesa, apalavkalar kerak bo'lsa, nomerlarni yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqarib olasizlar. To'rtta ilgagiga ilmasam, bittasida ko'tarishyapti. Xudo xolasa turishlari yaxshi. Nomerlarni yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib olasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkasi bor. O'zbekiston bo'ylab ham qilib beraveramiz. Yerde, kola